Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, hammangizga zo'rsizlarmi? Bu Ulug'bek do'stimning bir zo'r xarakteri bor-da. Hech kimga aytmay Moskvaga kelib oladidan jashini yeb jirasiz. Nimaga shu jashini yeb jirasiz? Jashn bizga yomon. Hozir hamma yerda borman qo'yaqi. Ko'rinmayapsiz, juda muxlislar so'rayapti, ko'rinmayapsiz. Shu dachada ja'tirman. Damda olaman. Damdali. Bu Moskvadan muxlislarga bir konsert qo'yish degan fikr yo'qmi? Buni nasib qilsa payshanba kun qo'ydik axir 12-chilarda. Ha, kafeni gaplashaymi, bo'lmasa reklamasini qo'yamiz-a? Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bugundan boshlab Moskva territoriyasida brend nima deydi? Shu kafe topsak, shu konsertni sizlar uchun bosaveramiz. Nasibsa payshanba kun agar o'xshab qolsa, hali reklamasini keyin chiqaramiz. Navruz kafeda gaplashib turib bir konsertcha organizatsiya qilsak nima deysiz? Bo'lmasa men bir gaplashayin, xo'p desa reklamani olamizdan bosib ketamiz. Nima deysiz? Konsert bo'lsa bizning o'zimizning shaxsiy konsertimiz bo'ladi. Galagomiz. Galagomiz. Chiroyli qilib. Chiroyli qilib o'zimiz. Hammasi mayli bu O'ylavi ham bo'lsa kelsin, uni bir xillar o'ylavi. Shularga abtab. Kichik qo'shiqlar inshaalloh bo'ladi, kelib turib. Bu ijod bo'layapti yo'qmi? Yo'q, ijod обязательно shu dachanchida bo'ladi. Polni panada hech kim ko'rmaydigan joyda ijod qilyapsiz. Shu kishilarning nima deydi, muxlislari bo'lsa bir kommentariyaga yozingizlar-ku. Agar Dimitrievga uzoq joylarga taklif bo'lsa, kommentariyani o'qib boraveramiz. To'g'rimi? Tamam. Musofirlar sog' bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Sabon bo'lsa, to'y bo'ladi. Qayt zakaz bo'lib qoldi Moskvada. To'y ham chiqsa, bemalol bor xizmat ham qilaveramiz. Polni gazini bos. To'y murosimlar uchun. Tug'ilgan kungacha. Tug'ilgan kun endi undan keyin uncha boramiz. To'y bo'lsa, asla o'zimizda konsert qo'ygan bo'lsak, barib xizmat qilamiz. Kelesayna nima deydi, agar konsert bo'lsa taklif qilamiz, kelasiz. Kommentariyaga yozing, qayerga borish kerak. Buni men ushladim, buni endi tamom. Hamma joyga konsert qo'yamiz. Sog' bo'ling.